Bahramjon aka, nechta odamni ish bilan ta'minlayapsiz? Hozirgi kunda 4 kishi ishlayapti. 4 kishimi? 4 kishi. Bu toshkentliklar ham tan olib gapiradiki. Hozir eksklyuziv. Lekin orqa tomonda hovlisi bor ekan, necha sotik jami? To'ralaringiz jami 60 mingta sig'im bor. 60 mingta. 6 gektar yer maydonimiz bor. Aka juda ko'p so'raydi, suvim bor, asha yoqqa qo'yib yuborsam bo'ladimi, oqib ketib qolmaydimi deydi-da. Albatta u yeganini oqlaydi bu. Inshaalloh. Juda ham aqlli jonzot. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz Asakada Bahramjon akamizni oldidamiz. 30 yillik ish tajribasiga ega, 30 yildan ortiq parranda bilan shug'ullangan akamizni bugun intervyuga chaqirganmiz, ya'ni o'zimiz kelganmiz. Xonadoniga hozir akamizni 30 mingtadan ortiq sig'imga ega inkubatoriyasi bor. Undan tashqari 1,5 mingtadan ortiq qora tovuq va o'rdagingiz nechta aka? 1600. 1600 ta o'rdagi bor. Akamizdan intervyu olamiz. Qanday boqish kerak, sirlari, daromadi bormi? Qo'yingki, parrandaga oid barcha ma'lumotlarni akadan olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Charchamasdan. Rahmat. Aka, bu sohaga qanday kirib kelgansiz? Avvalambor shundan boshlasak. Biz bu ota kasb bu. Bizni otamiz qilgan davomni qaytadan o'zimiz xudo xolasa, davom naslni oxirigacha yetkazib boraylik deb ota kasbni ishlab boryapmiz. Nimagaki, ota qilgan narsani farzandsiz albatta ezgusiz yaxshilab bo'ladi. O'shaning uchun otamning kasbini hech qachon tashlaganim yo'q. Otamning ishini yo'nalishga ketyapman. Keling, bizni kuzatayotgan odamlarga sirlarini, tajribangizdan bo'lishsangiz. Albatta, qo'limdan kelgancha. Video davomida o'rdak fermangizga boramiz, tovuq fermangizga boramiz, inkubatoriyasi haqida ma'lumot berasiz. Bo'ldi. Videoni boshlashdan oldin like bosing va kanalga obuna bo'ling. Inshaalloh manfaatli video bo'ladi. Bahramjon aka, nechta odamni ish bilan ta'minlayapsiz? Hozirgi kunda 4 kishi ishlayapti. 4 kishimi? 4 kishi. A'zolarimizdan 4 ta odam bor. Ularning vazifasi qanaqa? Endi bitta odam misol inkubatoriyaga qarasa, ikkitasi tovuqqa qaraydi. Ha. Bittasi o'rdakka qaraydi, shunaqa. Demak, 4 kishini ish bilan ta'minlab, ularni qozonni qaynatyapsiz. Albatta, qo'limizdan kelganicha. Barakat. O'rdak bor aka. Hozir 1700 o'rdagimiz bor. 1700 deb. Endi uning ichida bitta ikkita ashna bo'lib yo'qolgan hisobida u ham tovuqning soni deb 1600 ta sredniy o'rdagimiz bor. Nasliga xudo xolasa javob deganimiz sababi uni javob deb bo'lmaydi, lekin qoni yangi. Tovuqlarimiz yangi. Nasli yangi. Chunki Germaniyadan kelgan xo'rozlarni qo'shib, o'zimiz sendini o'zimiz yaratganmiz. Allohning izni bilan bo'lgan narsa. Hozir Andijon qora tovug'i sendi tovug'idan chachtirilgan deyapti akamiz. Albatta. Shunaqami rostdan? O'zimiz albatta o'zimiz naslini olib, germanskiy xo'rozdan mana shu o'zimiz mana shu germanskiy kelgan sendi tovuqdan naslini olganmiz. Shuni evaziga bu tuxum foizi o'ta yaxshi beradi. Ham katta bo'ladimi? Albatta, tuxum foizini tuxumini ko'ryapsizlar, jo'jalari ham mana katta mana. Tuxumini mana ko'rishingiz mumkin. Tuxumlari mana katta mana mahsulot. Mana o'zalik damashli tovuqlarga nisbatan bunday hisoblasangiz, tovuqlar tuxumi katta. Jo'jalari ham chiqish foizi ham katta yaxshi beradi. Ha. Hozir bularni o'zingiz ochirasiz, to'g'rimi? Albatta. O'zimiz. Demak, Andijon sharoitda o'zimiz chiqaramiz mana. Fabrika emas, boshqa emas, o'zimizning uyimizda. Demak, Andijon qora tovuq degani shuda, to'g'rimi? Albatta. Ha. Aka, boqish sirlari haqida ma'lumot berasiz video davomida? Albatta beramiz. Qo'limizdan kelganicha. Endi biz o'zimiz qilgan tajribamizdan kelgan holatda, qo'limizdan kelgancha qilamiz mana. Oddiy sharoitda qilinib baqilayotgan tovuqimiz mana. Uy sharoitida. Bu texnologiya boshqa emas. Chunki hamma narsa moddiy tomonga taqaladi. Misol o'shani hisobini olgan holatda mana oddiy mana don beradigan karmoshka. Nima yeydi bular aka? Hozir bular ichida mahsulotimiz soya bor, semichka uni bor, bug'doy, makka, kepak, kroshka bor, baliq uni bor. O'sha mahsulotlarni qo'shilgan holatda tayyor omoqda qilib aralashtirib beramiz. Tovuq berimishimizni anaqasi siri 3 mahal rejimda beramiz. 3 mahal rejim. Ertamatan 6 da beramiz, 12 da, keyin 5 da beramiz. Bir xil.
Oddiy holatda baqilayotgan tovuqlarimiz mana. Hozir ko'rib turishingiz mumkin. Tovuqlarimiz katta jihatligi ham o'ta ham chiroyli, tuxumlari ham yaxshi hosili. Xudoga shukr, hozir hosilni mana 82% beryapti. 7 ta makiyonga bitta xo'roz dedingiz. Albatta, shu. Bu kamlik qilmayaptimi? Yo'q, endi hozirgi chiqishida 90-92% chiqqan holatlari ham bo'ldi, xudoga shukr. Hozirgi kunda 86% olibmiz mana. Bugun olgan tovuqimizni, jo'jalarimizni Ha. 82%. 82% olibmiz mana, xudoga shukr. Bu yomon natija emas-da bu. Bizni hozir lekin hovlimiz katta emas, 12 sotik. 12 sotik joyga endi orqa tomoniga tovuq jo'jani joylashtirganmiz. Tovuqxonani joylashtirganmiz. Hamda inkubatoriyamizni uyimni kichkinaligi hisobiga uyimga joylashtirganman. Nimagaki ozgina joy bo'lsa ham unumli foydalanyapmiz, xudoga shukr. Yomon emas. Bo'ladi. Do'stlar, sizlarga tinmasdan sayrayotgan o'rdagimiz vashi favorit zotli. Bu go'shtga ham, tuxumga ham qilinadi, boqiladi. Aka, necha kilogacha ves qiladi? Biz o'rtacha hozir sredniy o'rtacha 3 kilo, 3,5 kilo o'rtachasi. 3 kilo 5 kilogacha baxtsiz bo'ladi. Bo'l, 5 kilogacha baxtsiz bo'ladi, yaxshi yeysiz. Aka, nima deb o'ylaysiz? Odamlarni o'rdak go'shtiga o'rgatish payti kelmadimi? Albatta, odamlar uyg'onadigan payt keldi. Nimaga degan sababi mana shu narsani biz mahsulotni mana shu o'rdakni boqayotganimga men salkam 30 yil bo'ldi. 30 yildan. 30 yillik tajribam bor deb o'ylayman. Lekin favorit yangilik mana hozir deyarli 4 yil bo'lib qoldi. Ha. Rossiyadan kelib keldi bu o'rdak mahsulotimiz. Lekin go'sht jihatdan ham tuxum hosiligi ham yaxshi ekan. Men o'zim tavsiya qilaman. Hozir ko'pchilik shu tadbirkorlarimiz ko'pi o'zi favoritga o'tib ketyapti. Ha. Lekin biz 3 xil yo'nalish bo'yicha hozir o'rdagimiz bor. Oddiy o'rdak bor. Oddiy favorit. Favorit, agdel bor. Lekin hosildorlik zo'r jihati oddiy o'rdagimiz hosili juda ham zo'r. Lekin go'shtchi aka. Go'sht jihatdan agar mana hozir ko'ryapsizlar, go'sht tanqis bo'lyapti. Ha. Endi mana har xil oila bor. Misol kimdirda moddiy tomoni yaxshi, kimdadir moddiy tomoni kamroq. To'g'ri aytyapsiz. Lekin 10 ta, 15 ta qilib 20 talar o'zi favorit jo'jasidan olib kuzgacha baq oladigan bo'lsa ham, qishi so'yib yeb chiqsa bo'ladi men. Men lekin favorit tavsiya qilaman. Demak, maqsadingiz odamlarda go'sht yeyishini foizini oshirish. Albatta, birinchi o'rinda bizning maqsadimiz odamzodga, odamlarga, xalqimizga imkoni boricha mana shu mahsulotni parranda yo'nalish bo'yicha. Bizniki lekin chorva yo'nalish emas, parranda yo'nalishini go'sht jihatini mana hozir ko'ryapsizlar, O'zbekiston bo'yicha go'sht tan narxi tushmayapti, oshib boryapti. Oshib boryapti. O'shani hisobiga biz parranda go'shti ham o'zi parhezli taom hisoblanadi. O'rdak go'shti mol go'shti bilan bemalol baralla kelishi mumkin deb ayta olaman. Raqobatlashadi. Nimaga degan sababi o'rdak go'shtini yesin, immunitetini qanaqaligini bilsin. Meni gapimga albatta qo'shiladi keyin. Bahromjon aka to'g'ri gapirgan ekan deydi. Nimaga siz ham bu suvda yuradigan jonzot, ikkinchidan o't, o'lan hamma narsani yeydi. O'ta ham foydali deb o'ylayman men. O'shaning uchun biz oilaviy o'zimiz parrandani yaxshi ko'ramiz. O'rdak go'shtini bemalol o'zingizlar ham yeysizlar. Iste'mol qilib yeymiz. Bo'ldi, gap yo'q. Muvaffaqiyatli insonlar bilan juda ko'p gaplashganmiz aka. Hammasidan so'raganimizda muvaffaqiyatligingiz siri nimada deb so'raganimizda, avvalambor ota-onamning duosi bilan, ota-onamning ko'magi bilan, podдержкасы bilan bo'lgan deydi. Siz muvaffaqiyatga erishishingizda nimalar sabab bo'ldi? Albatta, bu otani duolari birinchidan, ikkinchidan otani qilgan ishlarini amalda o'zim ko'rib, albatta o'zimni dadamni qilgan ishlaridan ta'sirlangan holatda o'zim mashqga bel bog'laganman. Xudoga shukr, natijasini ko'ryapsiz. Mana Allohga shukr, mana o'zim mana otamning xizmati bilan birga qilganman. Xonadonimda turibsizlar, mana xonadonimda. Ancha muncha odamdan kam emasmiz. Qonimiz to'q, ustimiz bu. Xalqimizga qo'limizdan kelgancha xizmat qilyapmiz. Faqat odamning o'zalik kibriga berilib qolish kerak emas. Men birovlarni jo'jasini olib sotib yurib, mana shu narsaga erishdim, Allohga shukr. Otamni yo'li bilan. Nimaga degan sababi otam mana shu narsani bizga o'rgatdi. Biz mana otamning davomchilarimiz. Men ham bolamga o'rgataman, inshaalloh hozirda o'rgatyapman. Mendan keyin ham agar nima desam bo'ladi? Kimdir o'qimishli bo'lib, olim, boshqa narsa bo'lishi mumkin, doktor bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin. Bizning ota kasbimiz mana shu parranda yo'nalish bo'yicha. Mana 6 gektar yer maydonimiz bor. Parrandachilik bo'yicha. 6 gektar parrandachilik bo'yicha yerimiz bor. O'shani evazidan mana Xudoga shukr, mana
prezidentimizni tashabbusi bilan xudoga shukr mana tovuqlarni qildik. Tovuqni qilib, o'rdakni qilib, mana shundan biz nasl o'zimiz olib, yangi nasllarni. Biz mana shu o'zimiz tovuq mahsuloti, o'rdak mahsulotini xalqqa yetkazib beryapmiz. Qo'limizdan kelganicha. Xudoga shukr yomon emas. Olgan odamlar albatta birortasini norozi qilib jo'natganimiz yo'q. Minnatdor olib ketishyapti. Bizdan olib ko'paytirgan akalarimiz ham bor. Bizdan o'tib ketgan shogirdlarimiz ham bor. Mana bu o'rdakxonamiz, mana shu ko'rishingiz mumkin. Oddiy sharoitda baqilayotgan o'zimiz o'rdakxonamiz. Endi nima desa bo'ladi? Mana bu mana tuxumlarimiz bugungi mana. Tuxum mana hozir bugun mana yig'ishtiribdi mana akamiz. Boquvchi akamiz mana u ham o'zimizni akamiz bo'ladi, jigarim bo'ladi mana boquvchi mana. Bugungi sonida mana olgan hosilimiz birinchisini ertamat olib ketganmiz. Hozir keyingisi mana. Yomon emas, xudoga shukr. Bir kunda necha marta? Hozir 2 marta teramiz biz. Ertamatdan sahar teramiz, keyingisini chiqarganda teramiz. Hozirgi hosili yomon emas. Bir kunda sredniy o'rtacha 850 ta, 900 ta yaqin tuxum olyapmiz. Hozirgi kunda. Yomon emas. Hozir bu ikkinchi terganingiz. Albatta, ikkinchi terimiz. Nimaga degan sabab bor? Tuxumlarini ovormasa bir marta. Tuxumlarini o'zi o'rdakcha bilasizlar, suvda yuradigan jonzot bo'ladi. Bu yerda mana joyimiz zicha torligini hisobiga o'rdaklar bir-biri bilan haligi urushib, boshqa qilib, u yoqdan bu yoqqa o'tgan, xurkiganda tuxumini nobud qilib qo'yishi mumkin. Aka juda ko'p so'raydi. Suvim bor, ashaqqa qo'yib yuborsam bo'ladimi, oqib ketib qolmaydimi deydi-da. Ularga maslahatingiz qanaqa? O'rdak jonzoti o'ta ham aqlli bo'ladi. Odamga o'xshab bu o'zini uyini, qayta yegan yemigacha hattoki biladi. O'zini chiqadigan vaqti bor, o'zini kiradigan vaqti bor. O'sha vaqtida o'zi o'rdakxonamiz ana ko'rib turibsizlar, shu o'rdakxonaga o'zi kiradi. Biz buni haydab yurmaymiz hattoki. Soatiga qo'yib berganingizdandir balki. Yo'q, undan emas. Soatiga qo'yib beramiz, lekin biz ratsion bo'yicha boqamiz, to'g'ri gapiryapsiz. O'zi biz kunduzgi holatda boqamiz, kechasi yem bermaymiz. Kunduzi beramiz faqat. Misol uchun aytishadi-da, kech payt misol uchun lampochka qo'yib qo'ysa va ovqatini bersa, nima bo'lishi, rivojlanishi tezroq bo'ladi deydi-da. Rivojlanish, u gapingiz to'g'ri, lekin otalanishi o'zi kunduzi suvda yurgani uchun hisobiga o'zi otalanish juda ham yaxshi o'zi. Biz stress bo'lmasligi uchun biz bu birinchi o'rinda stress bo'lmasligi uchun holati biz bunga svet yoqmaymiz. Keyin ikkinchi holatda ekonom bu. Bizda to'g'risini aytamiz, svet yoqilmaydi bizda. Nimaga degan sabab bor? Birinchi o'rinda to'kdan ekonom. Ikkinchi o'rinda o'rdak xurkimaydi. Tuxum berish foizi tushmaydi, unumdorligi bir xilda bo'ladi. Chunki bu yerda ko'rib turibsizlar, dalali joy, mayog'imiz ekin maydon. Ekin maydonda har xil it, boshqa jonzot kelishi mumkin. Chunki atrof o'raliq emas. Tovuqlarimiz. Mana odamlarga aytib o'tirgan holatda, lekin biz nima deydi? Buning ichiga yo boshqalik dori, pori deyshadi. Unaqa siri yo'q. Biz oddiy holatda, hamma olib beradigan holatda bir aytyapman. Birinchi o'rinda makka, bug'doy, kepak, soya, semchi gunjara. Soya qanaqa soya aka? Soya mana shu xohlasam misol eng yaxshi Argentinanikini olib bergani yaxshi bo'ladi. Nimaga desanglar, 15% soyamiz bor uning ichida, tarkibida. Yem mahsulotining ichida. O'zi tovuq boqqan odamlar bo'lsa, albatta biladi. Soyaning tarkibi tuxumni oladi, kattartirib beradi, tuxumni yaxshi beradi. Hosilini ikkinchi o'rinda normallashtirgan holatda jo'ja chiqish foizi ham o'ta ham unumdorlik bo'ladi. Nimaga degan sababda tovuqlarimiz rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Hali otalanishida misol chiqib otalangan bo'lsa ham jo'janing ichida nobud bo'lib qolish degan narsa bo'ladi inkubatoriyada. Nimaga deganda soyani bergan sababi jo'jamiz sog'lom jo'ja chiqadi. O'shaning uchun normada beramiz. Shu. Xo'p, aka bular kurka bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, bularda kurka bo'lishi sal ozroq. Sababi bular bo'lsa 1%, 1.5% bo'lishi mumkin. Nimaga deganda bu tovuqlarimiz Andijon qora tovuqlarimiz tuxum yo'nalishida. O'ta ham hosili yaxshi tovuq. Go'shi jihatdan ham misol sredniy o'rtacha 3 kilo, 3,5 kilogacha bo'lishi mumkin. O'rtacha sredniy 2,5 kilo tovuq bo'ladi bu. Nimaga degan sababi bu tovuqlarimiz hosildorlikka juda ham zo'r. Hosildorligi tovuqni odam misol uy xonaki tovuqni baqib yeyman, tuxumini yeyman degan odamlarga men Andijon tovuqini albatta tavsiya qilaman. Siz aka tuxumini sotasizmi? Yo'q, hozircha biz faqat inkubatoriyamizga o'zimiz qo'yib, chiqarib, boqib sotyapmiz jo'jasini.
Jo'ja mahsulot bo'yicha ishlaymiz biz. Hozir asosiy daromadingiz o'sha jo'jadan desak Albatta, adashmagan shu, bo'lamizmi? albatta. Bir kunda nechta sota olasiz aka? Yo'q, biz hozirgi kunda o'zi bozorga yetkazib o'zi qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'lyapti. Sababi odamlarga, boquvchilarga biz 1 kunlik chiqqandan o'zi yetkazib beryapmiz. Bizda nimaga? To'g'imiz ozroq. Bu yildan keyin xudo xolasa Alloh nasib qilsa ko'proq qilmoqchimiz. Nimagaki moddiy tomonimizga hisobini olgan holatda aytilyapti. Bu yil 1600 ta to'q qildik. Hozirgi kunda rejalarimiz xudo xolasa keyingi yil 10 mingta qilmoqchimiz. 10 mingta 10 mingta qora to'q tovuq qilmoqchimiz. Ha, inshaalloh. Inshaalloh ash paytda ham bizni chaqirasiz. Albatta, xudo xolasa. Bo'ldi. To'ralaringiz jami 60 mingta sig'imi 60 bor. mingta. Qoyil. Ancha muncha misol uchun parranda shuraslarda bunaqa yo'qda. Qayerdan olgansiz? O'zingiz ochirasizmi yoki sizga klientlar keladimi ochib bering deb shu haqida? Yo'q, biz ommaviy hozircha birovnikini ochirganimiz yo'q. Hop. Sababi haligi har xil gap-so'z, boshqa narsalar bo'ladi. O'zimizda mahsulot bor tayyor. Ya'ni qanaqa? Andijon qora tovuqlarimiz bor. Yo'q, qanaqa gap so'z bo'ladi? Endi haligi foizi kam chiqadigan bo'lsa, nimaga bu kam chiqdi, falon piston deydi. Agar unaqaga ko'nib o'zi xohlagan mana shu chiqqan jo'jani olib ketaman deydigan bo'lsa, chiqarib beramiz mahsulotni. O'zi necha foiz ochadi? O'zi sizniki Endi tuxumni foizi o'zi mahsulotga qarab bo'ladi. Tovuqni soniga qarab, xo'rozi jihati qanaqa bu nima desam, otalanishiga qarab bo'ladi. Otalanishi yaxshi otalanadigan bo'lsa 95% gacha chiqadi. Hozirgi kunda jo'jamiz 85 bilan 90-92% gacha chiqyapti. Xudoga shukr, yaxshi foiz. Baraka toping aka. Alloh barakasini bersin. Bitta tovuqqa, ya'ni bitta makonga nechta xo'roz kerak yoki? Hozir biz 7 ta makonga bir dona xo'rozdan qo'shyapmiz. Ha. O'shanaqa 1600 ta tovuqimiz bor, o'shanga yarasha xo'rozni qo'shyapmiz. Ortig'i ham ziyon qiladi. Ha. O'rta me'yori yaxshi uni. Sizga olib kelib berishsa, demak siz rad qilasiz. Yo'q, rad qilmaymiz. Endi egalari o'zi rozilik bilan berib, chiqqan foiziga rozi bo'ladigan bo'lsa, ochirib beramiz. Ha. Bemalol ochirib beramiz. Endi har xil holatlar bo'ladi. Ochirib bersam kam chiqyapti, boshqa deydi. Endi u otalanishiga qarab bo'ladi. Chunki xo'rozi yo'q, tovuq tuxumini olib kelganlar ham bo'lgan. Oldida chaqib berganmi, ichidan jo'ja yo'q. O'zimni ham, aka, o'zimni ham indugum bor. Bosganni hech ham ko'rganim yo'qda. Bitta nimasi bor, xo'rozi bor, ikkita makiyoni bor. Bosganni hech ham ko'rmadim, lekin nimaga berdik baribir? Inkubatoriyaga berdik. Ochildi mahsulot. Endimi? Ha, endi inshaalloh yaxshi bo'lsin, ilohim. Lekin g'uli ancha-muncha ko'rsatmaydi bosganini. Ha, ko'rsatmaydi. Ko'rsatmaydi. Chunki hayvonlarning ichida parrandalashda o'ta ham aqlli jonzot hisoblanadi. Juda ham massam bo'ladi. Haligi o'ziga nima deydi, ayolini bosganini ham ko'rsatmaydi degan sabab tovuqqa nisbatan ular qorong'ilikda ham ko'proq bo'ladi. Aka, bitta savolimiz quruq qolib ketdi. Suv bor ekana, oqib ketib qolishmaydi yoki yo'q. Orqa tomonga qaraganda setka bilan to'sganmisiz? Yo'q, biz mana atrof chetda odamlarga ziyon keltirmaslik uchun hop, setkalar mana emas, salafanda oddiy salafanda to'silgan. O'zi nimaga nari tomonga ekin ekilgan, boshqa qilingan ekiniga ziyon bo'lmasligi uchun to'silgan. Demak, uchib ham o'tib ketmaydi ekin tomonga. Yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, mana ko'rib turishinglar mumkin. Aytyapman, bu o'ta aqlli narsa bo'ladi. To'g'ri. Birovni haligi agorotiga boshqa kirib ketgan, boshqa narsa holat bo'lgan yo'q, xudoga shukr. Yaxshi, rahmat. G'aqqillab jonga tegmaydimi aka bu? Mana endi bu har bir jonzotning o'zini tili bo'ladi, dili haligi degandek o'zini ohangi bor. Lekin o'rdaklar kimlardir uyimda g'ag'illab jonga tegyapti, boshqa deyishadi. Bu g'ag'illayotgan o'rdaklarning sababi bunga mahsulot don bermayotgani uchun g'ag'illaydi. Agar albatta to'ysa bu o'rdaklarimiz. Mana ko'rib turibsizlar, o'rdak soni 1600 ta mana. Mana yoqda olishingiz ham mumkin. Bu yoqda mana yotishini ko'ring, mana. Voydodni borgani yo'q. To'g'ri. Yemga to'ygani uchun bemalol mana kech payt g'aq degan ovozni eshitmaymiz. Albatta. G'ag'illagan degan ovoz chiqmaydi. Xudoga shukr, yaxshi mana o'rdaklarimiz. O'shani evaziga men 2 marta teraman. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bitta mana tuxumni mana sindiribdi mana. O'shani hisobiga biz nimaga? Biz 2 mahal teramiz. Nimaga degan sababi bu tuxumni misol pachaqlab qo'yish. Mana mayda ham mana bitta sinibdi mana. Misol mana. O'shani hisobiga biz 2 martadan teramiz. U kalamushlar yeb ketishchi? Kalamushlar yo'q. Bizda hozircha xo'jalik shukr, yaxshi kalamushlar yo'q. Kalamush yo'q. Mushuk, yetbitlar yo'q bu yerda. Yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi hosillar, yaxshi. Necha kilo yemaydi aka? Biz sredniy o'rtacha mana shu hozir 180-200 grammdan yeydi.
200 grammgacha yeydi. 200 gram. 200 grammgacha yeydi. Aka, qayerlargacha dastavka qilgansiz? Biz hozircha O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Qirg'iziston chegaralarigacha olib borib beramiz. Bu yog'i Surxondaryogacha olib borib beryapmiz. Afg'onga chiqib ketyapti jo'jalarimiz hozirda. Xudoga Hozir aka 2-3 kun siz o'zimning nomerimni qo'ydim. Videolaringizdan olib. Qirg'izistonga qilib bera olasizlarmi dastavka deyapti. Uni tamojniy ular hujjatlari bor ekanmi? Albatta. Bo'ladimi? Bo'ladi. U yoqqa qanchadan qilib berasiz? Biz misol Qirg'izistonga chegaragacha olib borib beramiz. Nimaga degan sababini aytaman, biz o'zimiz hozircha chetga hali aniq qilganimiz yo'q. Harakat. Chunki harakat qilganimiz yo'q. O'zimiz O'zbekistondan oshmayapti jo'jalarimiz. To'g'ri. Xudoga shukr yaxshi, lekin eksport faqat mana chegaragacha olib borib beramiz. Uyog'iga biz lekin dastavka qilib beramiz deb odamlarga ishontirib qo'ymaymiz. Demak, qiziqqanlar uchun albatta qilib bera olamiz. Narxlari qanaqa bo'ladi aka? Hozirgi kunda mana shu vodiy bo'ylab mana shu o'rdaklarimiz 6000 so'm, favoritlar 12000 dan 12000 beryapmiz. Tovuq mahsulotlarimizni 6000 so'mdan beryapmiz. Andijon qora tovuqlarimizni 6000 qilib beryapmiz. Aka, bir haftada nechta favorit, oddiy aql o'rdak akda zotidan chiqarib berasiz inkubatoringizda? 3 kunda bir 4,5 mingta mahsulot chiqadi bizda. 3 kunda bir 4,5 3 kunda bir chiqadi. Aka, juda ko'p obunachilar telefon qilyapti menga. Qayergacha dastavka qilib bera olasizlar? Vohaga ham bormi? Qoraqalpog'iston, Surxondaryoga ham bormi deyapti. Siz yetkazib bera olasizmi? Biz chegara hududgacha olib borib beramiz. Undan yog'iga biz javob bera olmaymiz. Chegara deganingiz qayer? Biz bu yog'i hozir Surxondaryo Boysungacha olib boryapmiz. Boysungacha olib borasiz. Boysungacha olib boryapmiz. Kamida nechta buyurtma qilsa olib bora olasiz? Misol uchun 1000 tami, 2000 tami, 3000 tami. Biz hozir shu misol eng kamida Surxondaryoga misol agar yo'l kirasini beraman deydigan bo'lsa, 1000 ta ham yetkazib bera olamiz. 1000 ta. 1000 ta ham. Agar o'zi dastavka ichida bo'lsin deydigan bo'lsa, 3000 ta kamida bo'lsa olib borib bera olamiz. Nech pul ustiga minadi? Hozirgi kunda biz shu misol Surxondaryoga favoritni 15000 beryapmiz. 15000. 15000 so'mdan. Oddiy g'aqqila o'rdaklarimiz bozorda 8000, 10000 dan sotilyapti. Sizlarda qancha deb so'rashadi. Biz aka xalqqa imkoni boricha bu niyatni amalga oshirishda biz o'zim oldimga maqsad qo'yganman, Xudodan so'rab avvalambor. Nimaga degan sababi xalqqa iloji boricha yordam qilish. Odamga, xalqlarga, misol xalqimizga imkoni boricha yengillik bo'lishi maqsadida bu narsaga qo'l urganman. Demak, iloji arzonroq, iloji boricha, imkoni boricha arzon qilib beramiz. Bo'ldi. 6000 dan deyapsizmi? Albatta. 6000 dan g'aqqilla oddiy o'rdak. Akdel zotimiz qancha? 15000 so'mdan beryapti. 15000. 15000. Favorit esa u ham 15000. U ham 15000 dan. Albatta biz kanaldan chiqadigan bo'lsangiz, albatta o'tib beramiz. Chegirma qilib beramiz, xudo xolasa. Aka, bir oylik daromadingiz qancha? Endi o'rtacha odamlar qatori biz ham topyapmiz. Ancha-muncha odamdan kam emasmiz. Qonimiz to'q, ustimiz but. Xalqimizga qo'limizdan kelgancha xizmat qilyapmiz. Kimdir ko'pdir rahmatdir, kimdir ozroq aytadi. Lekin albatta harakat qilyapmiz. Jo'ja tovuq 7 xazinani biri deydi. To'g'ri. Tovuq 7 xazinani biri deyilgandan keyin albatta buni tagida boylik bor. Boylik bor. Lekin buning ichida faqat bo'ladi bir 15 million daromad topyapmiz, xudoga shukr, oyiga topamiz. Bu har oymi? Ha, har oy. 1 yilda stabil. Stabil. Undan oshishi ham mumkin lekin. Endi xudo xolasa hosildorligimizni oshirsak, yana ham oshadi xudo xolasa. Bu chiqimlardan tashqarimi yoki chiqimlar bilan? Bizni rasxodimizdan tashqari. Chunki 4 ta odam bor, ularda oyligi bor. Sredniy o'rtacha eng kam oylik beradiganimiz $200 beramiz. 400 dollargacha beramiz. Ularda o'zining ishi bor. O'sha mas'uliyati bor. O'shandan tashqari holatda 15 million daromad topamiz. Hozircha bo'ladi, bizga yetadi. Xudoga shukr. Bundan keyin kelajakda xudo xolasa bu parrandani ko'paytirmoqchimiz. Ishchilaringiz ham? Ish sonini ham ko'paytiramiz, xudo xolasa. Ishchilaringiz ham o'zini uyida parrandasi bormi yoki ular zerikkanmi? Yo'q, bu parrandani o'zi yurakdan chiqarib baqadi. O'shani evaziga men bu odamlar bilan albatta baqib, chiroyli baqqan uchun men bu odamlarga hech qayerga qo'yib yubormayman. Albatta oyligidan tashqari holatda bonuslari bor. Jo'ja mahsulotlarimizdan o'zlari istagan holatda beraman. O'rdak baxshi oladi. Ular ham minnatdor. Boquvchilarimiz hozir chiriyatganlarni ko'rgan bo'lishinglar ko'rib mumkin. Bitta akamiz chiqib ketdi. Bitta misol oilani qo'limdan kelgancha nima desam bo'ladi, hissam qo'shilyapti deb qo'limdan bemalol gapiraman, ta'minlayapmiz, xudoga shukr. Oilasi o'tyapti yaxshi. Oilasida nima kam ko'z boshqa bo'ladigan bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yordamda ayamaymiz.
Aka 1,5 mingta o'rdagingiz bor ekan. Ha. Nechtasi aka, nechtasi xo'roz? Hozir bularni biz 8 taga bitta mana xo'roz qo'shganmiz. Hozir o'shanga o'zimizni zakava nima desam bo'ladi? O'rdaklarimizni Zo'r. o'zi zo'rga tushishdan uchun otalarimiz juda ham yaxshi bo'ladi. O'shani hisobiga zo'rni bo'yiga prezidentimizni asosi bilan mana Xudoga shukr tashabbus qilgan o'zi mana shu go'sht mahsulotini tushirish maqsadida mana o'rdachilikni rivojlantiringlar dedi. Narxini tushirish maqsadida. Albatta, go'sht mahsulotini nimaga? Odamlarga nimaga? Moddiy tomoni mana odamlarni yaxshilansin degan jihatda o'rdaklarni ko'paytiringlar dedi. Ikkinchi o'rinda zo'rlar tozalanadi dedi. Prezidentimizni mana tashabbusi bilan Xudoga shukr mana o'rdaklarimiz mana zo'rni bo'ylarini tozalab qo'ygan. Ikkinchi o'rinda go'sht mahsulotini tushirish maqsadida biz jo'jalarni mana chiqarib xalqqa yetkazib beryapmiz. Baraka toping aka. Bugungi suhbat uchun alohida rahmat. Fermerga taklif qilganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Agar kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz Albatta.